Birodar, tashqariga chiq. Daryoda bo'yga kelganda suvning oqishiga uzoq tikilib tur. Sharqirashiga uzoq quloq tutib tur. Zilol suvdan to'yib ich. O'rmonga bor, daraxtlarning turli-tumanligiga qara. Ularning rangi, shakli, barglari haqida fikr qil. O'pkangni chuqur-chuqur to'ldirib nafas ol. Shunda ruhing qushday yengil bo'lib qolganini ko'rasan. O'zingni erkin his qilasan. Saodat osmonida suzasan. Uyingdan shartta chiq. Uyingda shartta chiq. Telefonni tashla, ko'zingdagi qora pardani uloqtir. Allohga tasbih aytgan holingda mana shu tashqarida sayr sayohat qil. Biz sayohat deganda shu narsani nazarda tutyapmiz. Bu hammamiz qo'limizdagi bor narsa. Lekin erkamizda, "Qo'y" deysiz.